Assalomu alaykum. Ikkinchi test 16-misol bo'yicha. Demak, yuqorida jadvaldan foydalanib, mart oyidagi barcha sotilgan mahsulotlar sonini toping deyilgan. Mart oyida sotilgan mahsulotlar. Xo'sh. Stol, javonlar. Mart oyiniki jamisi mana bu yer so'yilgan. Buni topish uchun dastlab yanvar oyini jamini topib olamiz. Bu qo'shamiz. Ya'ni 1,067,800 qo'shilgan 2,910,500 qo'shilgan 145,280 qo'shilsa shu 4,623,580 chiqadi. Keyingi masala bu chiqqan natija bilan bu chiqqan natijani qo'shib jamidan ayirib qo'ysak, shu mart oyida jam mahsulotlar soni kelib chiqadi. 4,623,580 ga qo'shamiz 5,655,900 natija 10,279,480 chiqadi. Endi buni 17,652,000 dan ayirib tashlasak, xo'sh 7,372,520 S javobga to'g'ri kelar ekan.